Bu menimcha eng oson, kam xarj, uyda bor mahsulotlar bilan tayyorlanadigan pishiriq. Bu pishiriqni hattoki 1-sinf o'quvchisi ham bemalol pishira oladi. Ko'rib turganinglardek shunaqangi yumshoq bo'lib chiqadi, issiqqina choylar bilan vobshe zo'r ketadi. 4 dona tuxumga shakar, yog', qatiq yoki kefir solib yaxshilab aralashtiramiz. Razriqli un solib, quyuqroq massa bo'lgunicha yaxshilab aralashtiramiz. Men ortiqcha narsalarsiz shundoq o'zini qildim. Sizlar xohishga qarab shokolad, yong'oq, meva solishingiz mumkin. Ko'rib turganinglardek shunaqa quyuqroq massa bo'ladi. Qolip yoki gazli listiga saryog' yoki margarin surib, quyuq massani quyib, tekislab 150 gradusda qizib turgan duxovkada tepa pastini yoqib, o'rta olovda 40-45 minutda qizargunicha pishirib olamiz. Retsept yoqqan bo'lsa, albatta tayyorlab ko'ringlar. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun tanishlarga jo'natib, videoni saqlab qo'yishni unutmanglar. Menga obuna bo'lib olinglar. Har doim kam xarj, oson, oddiy retseptlar bilan bo'lishib boraman.